Leksimizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugünkü islaha 2020 yıl 10. ayının 9. günü hafta cuma. Endiki mavzumunda vatandaş. Tebriklegiçiler. Prezident Trump kisel bilen jukumlanganda başkalarının beşiği kelgen günde ufşal buluştu. Bu eş cungudu insan tabiatının uygun işi gereklikini gövdelendirdi. Mavzulu haber 10. ayının 9. günü Amerika avazının tatil programı ilan kılındı haber. Bundan başlandı. Prezident Trump ötken hafta kesel bilen jukumlanganlığı doğrusuda haber tarqalgandan keyin cungudu bu işini tebrikleydigan bir hodise o'ttirg'i chiqdi. Tor betlari tarqalib yurgan tor filmlari oshkorildi ki Prezident Trump virus bilan og'riganda junguliklar xo'sh bo'lishdi, tabriklashdi, tantana qilishdi. Bu junguga taqdim qilingan sovg'a deyishdi. Tahlilchilar mundaq deyishdi, bu hodisa bir jamiyatning asosli qimmat qarashlarining, shu jamiyatning inson tabiatining tagligini echib tashlaganligidir. Dongsen axborot shirkatining 7 sekundlik tor filmiga ingliz tili bilan tushuntirish kirishtirilgan. Ko'chada 2 nafar ko'k ko'ylakli ayol ziyorat qilinganda, buning ichida yoshroq birisi xushol, xuromliq ichida mundaq degan. Butun mamlakat, ya'ni Jungo mamlakati, butun mamlakat shodlikqa cho'mdi. Butun atrof tabriklayotdi. Nihoyat yaxshi, yaxshi. Prezident Trump jungulikqa taqdim qilgan sovg'adir. Bu, ya'ni Prezident Trumpning kasal bo'lib qilib doktorxonaga kirishi Prezident Trumpning junguga qilgan sovg'asidir. Uning yenib turgan ayol bu gaplarni anglagandan keyin chiroylariga kulki yugadi. Filmda 2 nafar kichik bola paydo bo'ldi. Bir kichik qiz bola mundaq dedi: Prezident Trump yaxshi emas. Bizni Xitoy virusi deb atayotdi. Bu virus aniqki ular o'zlari paydo qilgan tursa. Yana bir kichik o'g'il boladan muxbir savol so'raganda, men uning, ya'ni Prezident Trumpning yaxshi bo'lib, kasaldan saqayib, salomatligini asli keltirishni umid qilaman dedi. Demak, bir kichik bola jungoda 2 taraf. Bir taraf tabriklayotdi Prezident Trump og'rib qopti deb, kichik bola kasaldan saqayishni umid qilaman dedi. Siyosiy obzorchi doktor Wu Qiang mundaq dedi: Nadallik ve qaloqlik bilan qaytirilgan bu inkaslar jungoda mush yillarda furalağı singdirilgan millatchilikning natijasidir. Kompartiya siyosiy hokimiyatga yetib kelgandan beri dushmanga rahmsiz bo'lish targ'ib qilindi. Burjo dedi insonparvarlik adab tanqid qilindi. Bundaq büyürünün üstü bilen bekip terbiyeleşnin, insonparvarlikni burmulashga ilib kelib, butkul jamiyatni hayvon tabiatli qilib terbiyelab, hozirgi zaman insoniyatning ma'rifatidan borgansira yiroqlashtirildi. Jungo jamiyati hozirgi zaman madaniyat va ma'rifatidan borgansira yiroqlashtirildi. Linsan Joe Efendi mesela medeniyet erbabı Linsan Joe Efendi Amerika avazıga mundaq dedi: Jungo jamiyatida birlik hatkem. Xitoycha ay deydi, bu kuyunish degan gap. Birlik hatkem, kuyunish. Muhabbat, kuyunish degan xatlar Jungoda partiya bilan millatchilik bir-biri giralishib ketdi. Partiyaning ideologiyasi millatchilashdi. Hükümet fuqarolaga millatchilikni singdirib, mengisini yuyib, asta Amerika qarshi turadigan yangi bir izam, jungochi millatchilik o'ttirg'i chiqdi. Hasadxo'rlik yaxshi ish emas. Lekin insonning turmushida umumiy yuzlab bir hollar.
Lekin başqalarının baxtsizlik uçurishini özünün şad xuram bo'lishig'a manba qilib bilish bor. Alvastınan qarıniydidir. Başqalarının beşiğe gün düşkəndə külüş və insan rəhmsizliğinin bir qismidir.